Aziz hurmatli Buzqurt istudiyo ko'ruvchilari, bugungi dasturimiz biz bugun Hazorbog'ning Qarodong degan mantikaning eng chetiliga keldik. Bu chetil albatta bu tomon Qarodong cho'li bor va bu tomon ham Hazorbog'ning bu mantikalar Qarodong degan mantiqasi. Albatta bu mantiqani ko'rib turibsizlar. Biz bu chetildan o'tib Qarodong cho'liga boramiz. Bu cho'lda Hazorbog'ning kishilari va mardumi qashshoq oilaga yashab yurgan kishilari bugun bu cho'lga shu qorni, sovuq qorni ko'rib turibsizlarki, bugun cho'llar oppoq qor bo'lib to'xtabdi. Hazorbog'ning oltin konidan borib musoyiba olamiz va guzarish tahliya qilamiz. Albatta aziz hurmatli ko'ruvchilar, bizning ushbu barnomamizga bila bo'lingizlar. Albatta bizni yordamchilarimiz hurmatli Hikmatulloh Qoriyog'li janoblari hamda Safillo Ayubi janoblari ki bizni bilamizga yordamchi bo'lib bizni kuzatadi. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, biz bilan bo'lingizlar, bizni dasturimizning idomasi bor. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, yana biz yetib keldik oltin koniga ishlayotgan joyga yetib keldik. Buna biz yaqinladik. Albatta borib bu kishilardan so'raymizki, oltin konini qanaqa ishlayapti, oyo oltin shu ishlayotgan joydan oltin chiqadimi yo chiqmaymi ki bulardan so'raymiz, oyo bular qancha ishlaydi, qancha oltin chiqaribdi. Shu bugun bu ishchilardan so'raymiz. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, yana biz keldik oltin koniga ki oltin ishchilarda oldiga ki bir akamdan so'raymiz-ki, bizga qaysi zamonda bir ishlaydi. Oyo bugun ishlaganlarda ishlagan oltinlari chiqib, bugun qancha chiqibdi, bir kundiga qancha bu oltindan pul topadi. Bundan bu kishidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomat, sog'lig'ingiz yaxshimi? Shukr, baxayr bor. O'zingizni bir ma'rifa qiling. Men Gulbiddinman, atim. Gulbiddin. Bali. Hazorbog'da o'zidan bo'lasizmi? Bali, Hazorbog'da o'zidan bo'laman. Bu oltinga, ya'ni oltin yo tillaga qaysi zamonda bilan ishlaysiz? Bular bir taqriban bir 2-3 oydan ham ishlaymiz. Shu mantiqaga ishlaysiz, ko'chadan. Qani oltin chiqaman, chiqmayman, qay raqamda? Vaziyat yaxshidir, maqsad normal degan. Bu raqam ko'p yo'q, maqsad kampesh bor, chaypili bo'ladi degan. Kundiga qancha chiqadi oltin? Biran 300-400 bor degan. Ro'zg'orlarni yo'li chalaydi. Inshaalloh chalaydi, baxayr. Bu Hazorbog' mantiqasi bundan boshqa nima ishlar qiladi? Boshqa Hazorbog' mantiqasi kishilari. Hazorbog' mantiqasi kishilari mana shu vazifadagi mana shu tilla ishlav degan boshqa tani vazifa yo'q degan. Dehqonchilik bor, zaif degan. Ko'p kam, albatta yeri ko'p ozda. Yeri kamda, mantiqasi sohasi kamda. Buyog'i inqilobdi. Nimalaringizni, konlaringiz chuqurligi necha gaz, necha metr chiqadi? Taqriban bo'lsa bir 7-8 metr falan bo'lsa. 7-8 metr. Hop, necha kishi bo'lib ishlaysizlar bu mantiqaga, bu konga? 7 ta bor bizda. Salomat bo'ling. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, yana biz bu akamning oldiga keldik ki bu akam ko'rib turibsizlarki, aynalmoq yo charxga satilga qum yo tosh chiqaryaptiki, mumkin buning ichidan shu kichik oltinni suvga chayqab chiqaradi. Bundan ayiradi suvga chayqab. Tabag'i bor, albatta buni sizlarga videomiz idomasida ko'rsatamiz. Bu akamdan so'raymizki, aka, siz bu charxni aylantirasiz, sizga fishor kelmaymi? Fishor bor-da, fishor bor, qanday qilyapti? Majbur degan. Maqsad bir narsa bir nafaqat ro'zg'or topaylik deb biz beraber buni aylantiramiz degan. Xo'p, bu charxni siz albatta sizni vazifangiz shuki butunlay charx tortasiz kundiga. Bali. Bu pastga necha kishi ishlaydi hozir?
Hozir pastga 2 kishi ishlab turibdi. Taniz uncha jiroqlagan yo'qdi. Katta rahmat sizga. Aziz do'stlar, ko'rib turibsizlar, bunga ancha vaqt ham yo'qki, biz bundan ba'zi savollar qilsak, chunki ishki jihatdan qichirib yotibdiki do'stlarki, satilni to'rsa, qumni chiqarsa. Shuning uchun bu kishi bu akamdan uncha savol qila olmaymiz, chunki behiq vaqti yo'q hozir. Ko'rib turibsizlarki, bir og'ir sharoitlar bilan, og'ir ishlar bilan bular oltin chiqaradi. Chunki bizning mintaqaga uncha ishlar yo'q, dehqonchilik kuchsiz, yer oz, suv oz. O'shaning uchun bu Azarbog' mintaqasining kishilari kelib mana shu og'ir ishlarga kelib urinadi toki nafaqay ro'zgorini chalisa. Chunki ro'zgor vazmin qiyinchiliklar bor. Ko'rib turibsizlarki, mana shu tog'larni ko'rib turibsizlar, mukammal qor bor. Shuncha suvga majburki bular ishlasa. Aziz, hurmatli do'stlarki, meni qiyinchiligim borki, men ishga joyga kirib ko'rsata olmayman. Mumkin ishga joy ko'p zing bo'lsa, chuqur bo'lsa, do'stlar yana ko'rdik, mana to'badan qaraysiz, bir gete bu tomonga gete chuqur qilgan, qozgan, lekin past bu tomon suv uchirgan, past bu tomondan olib kelib bir satilni beradi ekan, bu yerdan satilga rekti va qumni chiqarib buni past berga olib borib yelab o'ga chayqaydi ekan. O'sha buning ichidan oltinni ajratib oladi ekan. Aziz, hurmatli ko'ruvchilar, yana bir xaymaga keldikki, bu yerga mana bu nima desa? Bunotni dappa deydi. Dappani olib keldik, albatta bergan shu qumum chiqaradigan yanatirib. Bu albatta boshqa bir sistem. Janobi ko'rganlaringiz o'sha charx bir raqam yog'ochdan, cho'pdan tuzilgan edi. Ana bu temirdan tuzilgan ekan. Akam o'zingizni ma'rifa qiling ki siz bu yerga nima ish qilasiz va bugungi ishlaringiz nima narsa? Bugungi ishimiz mendek Hamdulla Baydo'da bo'laman. Yerlar ham bizdan bo'ladi. Yer ham o'zimizniki. Buning ichiga 2 nafar dapa tortadi. Bu o'zim ham ishlarga qarashay deyman. Qarashni apkam bilan ishlarga qargan o'zga to'gamiz. Bireklar zaxira qilib, keyin to'bagacha chaymay ichib 2 nafar dapa tortadi. Tortib o'rniga chayqay beramiz. Har hozirga ishimiz ta'til. Chayqab borib ketamiz. Tamam bo'ldi, tugadi. Tamam bo'ladi. Pastdan ishimiz xalos. Albatta bugun albatta qancha ishladilaringiz, shu oltinni qancha chiqardilaringiz? Bugun o'zimiz 6 nafar, bugun bir 25 karachi yerib chiqardik direktda. 25 karachi. Ma'lum emaski oltin tilla qancha chiqibdi? Tilla har sharasda maqsad 6 nafardagi 6 shara bo'ladi. Sharasdan 1 nuqa, 1.5 nuqa turyapti. Ha, maşallah, yaxshi ekan. Bu qancha bo'ladi san? Bo'ladi maqsad nafar 600, 700, 800 bo'ladi. Ko'proq chiqsa 1 million bo'ladi, kamroq chiqsa 200, 300 bo'ladi. Bu yerda hisobida. Sizni shu do'stlarga qaysi payomingiz bormi, nima deysiz? Do'stlarga
Voqqan yaxshisan ishdan kerak. Ha, ba'zi ro'zg'orlar ham vazmin, qiyinchiliklar ham bor. Va gamim bor. Xo'p. Ishdan buni qarang, qaram baring, loychirig ham shu kariga kelib biz ertan nukagan qarib shamgacha ishlab ketamiz. Shu qiyinchiliklar bor, ro'zg'or vazmin. 30 metr yerda ostiga ham o'zi ham. Salomat bo'ling. Xayr bo'ling. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, bizni barnomamiz, dasturimiz o'z arafasiga tugadi. Keladigan barnomada sizlarni Tingritolaga topshiraman.